Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Alaykum, rahmat. Mana shu oyoq kiyimimni shu uzilib ketdi, topishganmi? Tikib bera olasizmi? Faqat oldimda pul yo'q-da, bir keyin tashib ketsam maylimi? Bo'ldi. O'zingiz qanchadan beri shu sohadasiz? 20 yil bo'ldi. Qanaqa qiyinchiligi bor? Osonga o'xshab tuyuladi, lekin qiyinchiligi bor baribir. Mayda ishda aka. O'zim charchab ketdim. Bunaqa narsa ko'p bo'lib turadi. Men sizdan so'radim, yonimda pulim yo'q edi, qilib bera olasizmi degani. Bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Men qo'ldan ish shu ish kelgandan keyin yo'q desa ham bo'lmaydi. Boshqa yo'ldan beradi-da aka. O'zingiz nima sohada oldin ishlayman deb yoshlikda bo'ladi-yu orzu? Maktab payt bo'lgan. Futbolist bo'laman deganman. Futbol yaxshi. Nega ketdingiz futbolda? Ishlash kerak bo'lgan, pul topish kerak bo'lgan. Hozirgi oyoq kiyimlar ham ko'p uzilib yirtilsa kerak-a? Arzonni olishadi, pastga yirtilib ketadi. Oldin lekin unaqa bo'lmaganmi? Oldin yo'q, unaqa bo'lmagan. Mana shu yerda o'tirib, mana odamlarni kuzatasiz-ku. Nima kamayib ketgan odamlar deb o'ylaysiz hozir? Oqibat. Yosh o'tgandan keyin sekin sezilaverar ekan. Begona sirash yo'q edi. Qarindosh yuziga borsangiz, hozir begona sirash bor-da, qarindosh yuziga. Oldin yotib qolinardi. Haftalab yo'q, oylab yotib qolinardi. Hozir borib eshigini tagidan qaytasiz-da. Bu yerga nechida chiqasiz ertalab? 8:30, uzog'i 9 ga chiqaman. Kech payt Keyin nechigacha? 8 gacha, kechgacha. Shu xizmatni taxminan qancha qilib berasiz? Taxminan 50 ming so'm. Bo'ldi, men kliga qolib yurasiz. Bo'ldi. Rahmat.